Hozirgacha o'ynagan futbolchilar ichidagi eng zo'ri kim degan savolga javobingiz qanday bo'lardi? Balki Ronaldo yoki Messi deganlar ko'pchilikni tashkil etar. To'g'ri, Maradonani o'yinlarini ko'rmaganmiz. Shuning uchun ham ko'rganlarimizga ishonamiz. Lekin shunga qaramay Maradonani futbol afsonasi ekanligini hammamiz yaxshi bilamiz. Maradonani o'yinlarini uni zamonida yashab ko'rganlar futbol sehrgari deyishardi. Himoyachilar uni to'xtata olmaganliklari uchun doim jarohatlashardi. Shuning uchun ham Maradona futbolchilik faoliyatini ko'p qismini jarohatlar bilan o'tkazib yuborgandir. Barselonada mavsumni yarimni jarohat bilan o'tkazib yuborgan yili 38 gol urdi va o'zining afsona ekanligini hammaga ko'rsatib qo'ydi. Bugungi videomizda Keli Maradonani eng zo'r futbolchilardan biri ekanligini ko'rsatib qo'yadigan gollarini birgalikda ko'raylik. Futbolga muxlis bo'lgan barcha yaxshi taniydigan Maradonani bu goli muxlislarining xotirasida bir umrga qoladi. 2002-yili bu golni 100 yilning goli deb nomlashdi. Bu sovrin uchun raqobatda o'zining eng katta raqibchisi Platinini ham orqada qoldirdi. Bu videoning sifati yaxshi bo'lmasa-da, Maradonaning urgan goli eng sifatli gollardan biri edi. Futbol maydonining o'rtasiga yaqin joyda bo'lgan Maradona darvozabonning oldinga chiqib olganini ko'radi va aqlli zarba beradi va o'z faoliyatidagi eng chiroyli gollaridan birini kiritadi. Yulduz futbolchilarning bunday gollarini ko'rganmisiz? Har doim ham emas, to'g'rimi? Bu golida hakam o'yinni boshlashi bilan to'pga zarba bergan Maradona jamoasi uchun oltin golni kiritmoqda. Futbol maydonida Maradonani oldindan nima qilishini bilib bo'lmas edi. Bu golida esa to'pni jarima maydonchasi yonida qabul qilib olgan Maradona to'pga fantastik zarba berib, darvozabonni hayratlantirib qo'ydi. Natijada bu super gol hosil bo'ldi. Maradona doim bir o'zi bo'lsa-da, raqib jamoasi uchun xavfli o'yinchi edi. Ko'pincha gollarini aldamchi harakatlari bilan 2-3 kishini orqasida qoldirib ketib, undan keyin mukammal gollarini kiritardi. Maradonani nima uchun dunyoning eng zo'r futbolchilaridan biri hisoblanishini aslida bu gollari isbotlab qo'ymoqda. Har o'yinda o'z darajasini ko'rsatib qo'yadigan Maradona bu goli bilan futbolchilardan farqli ekanligini ko'rsatib qo'ydi. Gol kiritish Maradona uchun oddiy holat edi. Uning uchun bunday gollarni kiritish qiyin ko'rinsa-da, aslida qulay edi. Shunday gollaridan keyin gol mashinasi deya ta'rif ham oldi. Erkin zarbalaridan urgan gollari oz. Faqat imkon bo'ldimi, aslo af etmasdi. Bunday yaqin masofadan bunday super golni urish faqat Maradonani asari deyishimiz mumkin. Bir futbolchini tasavvur qiling va uni qo'li bilan kiritgan goli ham shov-shuvli va ko'p yillardan beri gapirishayotganligini, yana 100 yildan keyin ham gapirishlarini o'ylang. Aslida o'sha tasavvuringizdagi futbolchi Diego Maradona edi. Bu goli Diego Maradonaga jahon chempionligini olib bergan. Shartlar qanchalik qiyin bo'lsa-da, Maradona bu maydonda ham o'z darajasini ko'rsatayotgan edi. Bir o'zi to'p bilan harakatni boshlagan Maradona ko'pchilikni aldab o'tib, eng oxirida dunyoning eng qulay ishidek gol urishni qoyillatdi. Videoni oxiriga keldik. Sizningcha Maradona dunyoning eng kuchli futbolchilaridan birimi? Shu haqida izoh qoldiring.